Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Men Samandar bo'laman. Men bugun sizlarga iPhone'da top fishkalarini ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Video aniq siz uchun foydali bo'ladi. Qarang, siz misol uchun telefon o'rtog'ingiz sizdan o'rtoq telefonini berib telefon qilib olay deb so'radi va siz berdingiz. Lekin u boshqa bir programma kirib ketishi mumkin. O'shani siz misol telefonga kirganda telefondan chiqib ketmaslik uchun funksiyani yoqib qo'yishingiz bo'ladi. Mana nastroykaga kiramiz. Bu yerdan git dostуп yozib olamiz. Git dostуп mana. Yozsak chiqadi. Buni bosib olamiz. Git dostуп yozib olamiz. Biz komandani yoqib, nastroyka kod parolni qo'yib olamiz. O'zimizga kerakli kod parolni. Qo'yib oldik. Endi chiqamiz. Telefonga kiramiz. Do'stingizga berishingizdan oldin 3 marta o'chiradigan knopkani bosib, git dostупni yoqib qo'yamiz. Uni yoqqanimizdan keyin esa mana bizda ishga tushdi. Misol, endi hech qayerga chiqib keta olmaydi mana. Hech qayer ishlamaydi. Ko'rib turganingizdek, faqat telefonning o'zi ishlaydi. Buni esa 1, 2, 3 marta bosib, ustiga dostупni bossak, o'chadi. Chiqib, zaвершить bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, git dostуп o'chdi. Yana telefoningizni olib, bemalol ishlatishingiz mumkin. iPhone telefonimizda mana zaryadga qo'yib olganimizda mana bunday tovush chiqadi. Спасибо, Самандр, на заряд. Buni hozir qilishni sizlarga o'rtaman. Komandaga kirib olamiz. Komandaga kirganimizda avtomatizatsiya dasturiga kiramiz. Bu yerda novoy avtomatizatsiyani bosamiz. Dasturga sal tushganimizda zaryad usrstvoni ustiga bir marta bosib, немедленно запускni bosib, o'zimiz zapuskni yoqib olamiz va dalini bosamiz. Bosganimizdan keyin произнести chiqadi. Bu yerga tekst yozib olamiz. O'zimizga kerakli misol uchun spasibo Samandar. Gatovni bosamiz. Endi bu yerdan chiqamiz. Mana telefonni zaryadga qo'yganimizda Спасибо, Самандр. deb tovush chiqadi. Misol videosini yoki fotosini yashirishga qiynaladi. Buni men sizlarga hozir qanday qilib yashirishni ko'rsataman fotoda. Foto dasturiga kirib olamiz. Buni bu yerda 3 nuqtadan bosamiz va bizda sekret chiqadi. Sekretni bosib olib, sekret bir fotoni bosamiz. Va mana bizning rasmimiz sekretga tushdi. Buni qayerdan ko'ramiz desangiz, kolleksiyaga kiramiz. Sal pastga tushganimizda sekret joyi chiqadi. Buni bosib ochib olamiz va bu yerda mana yashirgan rasmimiz chiqib turadi har doimgidek. Yoqqanmisa videoga like va menga obuna bo'lishni unutmang. Sizdan obuna bo'lish bizdan esa har doim siz uchun foydali kontent olib chiqarish.